Turkiyadagi To'qqizaqliq muhojirlardan biri To'qqizaqning O'g'usaq yezi G'o'jala kentidagi do'sti Muhammad Yasin O'zayning 2017-yilning 5-ida tutilib ketganlikdan xabar topganligi, ammo oqibatidan hech qanday uchur ololmayotganligi ma'lum bo'lgandan keyin Erkin Osiyo radiosi muxbirining aloqador o'rinlarga qarta elib borgan telefon ziyoratlari davomida O'g'usaqning bir kentida Muhammad Yasin Urayim qatorliq 57 kishining 10 yillikdan yuqori kesib etilganligi oshkorlangan. Muhammad Yasin Urayim kun bo'yi etizeriq ishlar bilan mashg'ul bo'lsa-mu, qo'lim qo'shna va mahalliy ko'y bilan munosabatda ortiqcha gap so'z va talash tortishlardan uzoq turishi qatorliq taraflar bilan mahalliy jamoatiga to'nilgan. Shunga 2017-yilning 5-ida Muhammad Yasin Urayim tarbiyalashga elib ketilganda, bu ahvol mahalliy jamoatiga tasodifiy va hayron qolarlik bir voqea bo'lib tuyulgan. Mahalliy boshlig'ining oshkorlashicha, Muhammad Yasin Urayim eng dastlabda To'qqizaq Opaldagi lagerga akitilgan. Uchirilish jarayonida vaziyatdan xabardor kishilardan biri O'g'usaqda hech qanday bir ishga aralashmagan ahvol ostidami sababsiz tutib ketilgan va kesib etilganlarning yolg'iz Muhammad Yasin Urayim emasligini, O'g'usaqning har bir kanitidan yuzlarcha kishining kesib etilganligi, yana yuzlarcha kishining tarbiyalash ekanligi ma'lum bo'lgan. Oshkorlanishicha, bu 57 kishi ichidagi Muhammad Yasin Urayim qo'l telefonida atalmish ziyonli uchur tarqatganligi uchun tutilgan. Kesib etilgan 57 kishi orasida ayollarmi bor bo'lib, ularmi faqat qo'l telefonida topshirib olgan yoki yo'llangan uchurlarda mas'ul ko'rilganligi uchun qamoq jazosiga hukm qilingan. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Xitoy hukumatı Urumchi xalqaro aerodromida chiroy tonish uskunalarini ishlatishni yo'lga qo'yib, birma-bir bexatarlik tekshirish nuqtalari qurgan. Xabar qilinishicha, Xitoydagi eng chong texnika shirkatlari 2 yildan buyon Xitoyning jamoat xavfsizligi apparatlari bilan hamkorlashgan bo'lib, yangi kuzatish va chiroy farqlantirish uskunasi oldingi bexatarlik sistemasiga selishtirganda 25 sekund vaqt sarf qiladigan ish 8 sekundda tamomlanadi ekan. Xabarda yana Urumchi xalqaro aerodromining 3 terminalida 37 yangi chiroy tonish uskunasi borligi o'tirg'a qo'yilgan. 5-oyda Zimiston to'ri tarafidan e'lon qilingan bir xabarda Xitoyning yangi chiroy tonish uskunalarining kishilarning qayerdan kelganligi va nega borganligi, millat kelib chiqishi to'g'risidagi barliq uchurlarni nazorat qilishda favqulodda rol o'ynaydiganligi bayon qilingan. Amerika Tashqi ishlar ministerligi yana Xitoy Markaziy televiziya stansiyasi CCTV va Yershar vaqt gazeti qatorliq 4 axborot tashkilotini Xitoy hukumatining bir qismi sifatida qabul qildi va bu tashkilotlarga chet el vakillari qatorida muomala qiladiganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministerligi chet el elchilari qonuniga asosan Markaziy televiziya stansiyasi, Xitoy xabarlar mulozimati, Xalq gazeti va Yershar vaqt gazetini chet el vakillari deb e'tirof qilishni hamda bu davlatdagi chet el diplomatik vakillariga qo'llanadigan shartlarni qo'llanishni qaror qildi. Ministerlikning bu qarorga munosabatlik bayonotida bu organlarning 18 fevraldagi chet el vakillari deb e'lon qilingan 5 Xitoy axborot organi bilan o'xshash iqtisodiy taftish qilinadiganligi bildirildi va bu 9 tashkilotning hammasi Xitoy hukumatining kontrolligida bo'lib, chet el vakillari qonunning doirasiga kiradi deyildi. Hindiston armiya doiralari amaliy kontrol liniyasining Xitoy tarafida ikki taraf orasida uchrashish bo'lganligini dalilladi. Buning bilan Xitoy Hindiston orasidagi talash tortishlar rayondagi masalani hal qilish va jiddiylikni pasaytirish uchun 6-iyun elib berilgan uchrashishdan keyingi ikkinchi qatamliq yig'in ekanligi bildirildi. Bu ikki taraf armiya doiralarining 15-iyundagi 20 nafar Hindiston askarlarining o'limiga sabab bo'lgan to'qinishdan buyongi tunji yig'ini hisoblanadi. Shuning bilan birga Hindiston taratqullari Galvan jilg'isida yuz bergan bu to'qinishda Xitoy tarafdan bir harbiy amaldorning o'lganligini ilgari surdi. Yana bir tarafdan Hindiston chegara liniyasidagi favqulodda sharoit sababidan askarlarning qurol ilib yurishiga yo'l qo'ydi. 1993 yili Hindiston bilan Xitoy o'rtasida imzolangan kelishimiga asosan
chegara chorlash atrofidagi askarlarning qurol elib yurmasligi qaror qilingan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian mundaq dedi. Hindiston bilan Xitoy rayonidagi vaziyatni harbiy va diplomatik yo'llar bilan hal qilish uchun aloqalashyotir. Yevropa İttifaqı komitetining raisi Ursula von der Leyen Xitoy Yevropa İttifaqıning suhbat hamrohi, ammo u iqtisodiy va sistemlik raqobatchi dedi. Von der Leyen va Yevropa İttifaqı kengashining raisi Charles Michel Sin yig'ini orqali o'tkazilgan Yevropa Xitoy boshliqlar yig'inining oxirida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Yevropa kengashining raisi Charles Michel Xitoy xalq qurultayida ma'qullangan Hong Kong davlat bexatarlik qonuni to'g'risida mundaq dedi. Xitoy Hong Kong xalqi va xalqaro jamiyatga bergan va'dasini amalga oshirishi kerak. Von der Leyen Xitoy bilan bo'lgan munosabatning oson emasligini ta'kidlab mundaq dedi. Xitoy Yevropa İttifaqıning suhbat hamrohi, ammo u iqtisodiy va sistemlik raqobatchisi.